Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik xurrak otishadi va xurrak otganda buni jiddiy narsaligini e'tibor berishmaydi. Даже ayrim odamlar aytishadi, xurrak otib yotsa, mazza qilib uxlayapti deyishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Bu xurrak otish jiddiy muammo, ya'ni apnoe, nafas olayotganda, ya'ni uxlayotganda nafas to'xtab qolishi kasalligini asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Infarkt, insult, ya'ni uxlab yotganda o'lib qolish ehtimolligi bunday bemorlarda 2 barobar ko'p bo'ladi. Demak, ushbu rolik davomida xurrak otish va apnoe va uni qanchalik muhimligi va qanchalik jiddiyligi haqida gaplashamiz. Demak, ketdik. Demak, xurrak otish bu o'zi kasallik emas, bu ovoz fenomeni, ya'ni bemor xurrak otadi va uxlaydi, uxlagandan keyin ovoz chiqaradi. Bu ovoz chiqarishi o'zi bilmaydi, o'zi eshitmaydi. Shuning uchun bu ko'proq kasallik emas, sotsial muammo desa ham bo'ladi. Ya'ni oldidagi odam uxlolmaydi. Ya'ni tasavvur qiling, bir xil shunchalik katta ovoz bilan xurrak otadiki, u yonidagi odam uxlolmaydi va er xotin bo'lsa agar отдельно yotishga majbur bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa ayrimlarda xurrak otishi eshikni tashqarisidan, spalnidan ham eshitilib turadi. Buni odamlar ko'pincha birov bilan uxlashga yoki biron joyda komandirovkaga bo'lganda yoki dam olishga bo'lganda o'zlaridan uyalishadi. Ya'ni hamma unga xurrak otding, kechqurun bizlarni uxlatmading degan ta'nalar qilishadi. Shuning uchun bu bemorlar o'zidan uyalib yurishadi. Agar er xotin bo'lsa, ular отдельно yotishgacha ham majbur bo'lishi mumkin. Bu ko'proq mana bunaqa sotsial muammo hisoblanadi. Endi xurrak otishda nafas to'xtab qolishi bor. Buni xurrak otayotgan bemorlarni o'zi bilmaydi, lekin uydagilari agar kuzatayotgan bo'lsa, juda ham yaxshi bilishadi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bemor xurrak otadi va ma'lum bir xurrak otish nuqtasiga kelganda nafas to'xtab qoladi, qilib qoladi va bemor sal uyg'onib ketadi va nafas chiqarib birdan yana nafas olishi tiklanib yana davom etib ketadi. Yana ozroqdan keyin yana xurrak otadi, yana nafas to'xtab qoladi va keyin yana birdan uyg'onib ketib, nafas olib yana davom etib ketadi. Eng qizig'i, bu uyg'onganini o'zi eslay olmaydi. Endi xurrak otish o'zi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bemor uxlagandan keyin bizda chuqur uyqu bor, yuzo uyqu bor. Ana shu yuzo uyqu vaqtida ko'pincha mushaklar tonusi pasayadi va mushaklar tonusi pasaygandan keyin yumshoq to'qimalar, ya'ni burun, yumshoq tanglay, halqumning yon devorlari, tilla ildizi bular bo'shashadi va nafas yo'llarini osilib tushib bekitib qo'yadi qanchadir sekund. Va bosilib shunday nafas to'xtab qolgandan keyin qonda kislorod miqdori juda ham kamayib ketadi, saturatsiya deyiladi. Miyaga bu juda ham katta signal bo'ladi va katta signal bo'lgandan keyin bemor uyg'onishga majbur bo'ladi. Miyada trevoga boshlanadi. Uyg'onsan deydi, uyg'onmasang o'lib qoladi bu degan signal bo'ladi va bemor birdaniga uyg'onishga majbur bo'ladi. Lekin buni bemorning o'zi eslay olmaydi. Endi yana bu qaytalanadi. Yana yuzaki uyqu bo'ladi, yana chuqur uyqu bo'ladi va bu narsa yana qaytalanadi. Bir kunda ayrim bemorlarda, misol uchun 1 soatda 50 tagacha kuzatilishi mumkin. Ayrim bemorlarda undan ham ko'p kuzatilishi mumkin. Bu значит butun bir uyqu davomida miya dam ola olmaydi va qayta turishga majbur bo'laveradi. Va miya qo'pol qilib aytganda ishlab chiqadi kechqurun. Vaholanki u davrda u dam olish kerak, qayta tiklanish kerak. Bu davrda u uyg'onib ketaveradi, o'lib qolmasin deb, ya'ni nafas to'xtab qoladi. Trevoga tufayli uyg'onib ketaveradi. Endi asosiy bizning gormonlarimiz, o'sish gormonlari, ayniqsa yosh bolalarda, o'smirlarda yoki kattalarda ham. Undan tashqari erkaklik gormonlari va testosteron va ayollarda ishlab chiqariladigan ayollik boshqaruvchi gormonlar va prolaktin gormonlari bular kechqurun ishlab chiqariladi. Miya yaxshi dam olayotgan vaqtda ishlab chiqariladi. Endi bunday bemorlarda, ya'ni xurrak otib va xurrak otishda apnoe bo'lgan bemorlarda
miya yaxshi dam olmagani uchun bu gormonlarda ishlab chiqarilishi buziladi. Buni natijasida nima bo'ladi? Kechqurun miya dam olmaydi, o'sishi buziladi, erkaklik quvvati kamayadi ayollarda, ayollik gormonlari yaxshi ishlab chiqarilmaydi. Endi bu qanday ko'rinadi? Bemor ertalab turadi, ertalab turgan, vrodi bu 8 soat, 7 soat uyquni urgan, lekin ertalab tursa xuddi charchoqdek, dam olmagandek turadi. Ayrimda bemorlarda xuddi umuman uxlamaganda ham bo'lishi mumkin. Ayrim bemorlarda ertalab qon bosimini ko'tarilishi kuzatilishi mumkin. Undan tashqari, ayrim bemorlarda yana nima bo'lishi mumkin? Bosh og'rib turishi mumkin. Bosh charchagandek bo'lib turadi. Kechqurun yaxshi uxlamagani uchun bunday bemorlar kunduzi yarim charchoq bo'lib yuradi. Lanj bo'lib yuradi, ish qo'yabiliyati pasaygan bo'ladi yoki раздражительный bo'ladi. Ayrim masalan mashina bilan ketyapti, mashinadan oldidan odam salgina kesib o'tsa ham birdan jahli chiqib, so'kinib, ya'ni oddiy narsalarga miya yaxshi dam olmaganda u bundan раздражительный bo'lib qolishi mumkin, ya'ni asabiylashishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ortiqcha vazn bo'ladi, ortiqcha vazn qo'shiladi. Ya'ni erkaklik gormoni pasayishi natijasida potensiyani kamayishi bo'lishi mumkin. Xohish yo'qoladi ayollarga nisbatan. Bemor obeddan keyin, ayniqsa tushdan keyin, ovqat yegandan keyin birdan uyqu torta boshlaydi, uxlab qolishi mumkin. Bunday bemorlar ko'pincha masalan oilaviy televizor ko'raman deb televizor yoqadi, kino ko'rishi mumkin, kinoni yarmiga borib uxlab qolishi mumkin. Ayrim bemorlar passajir bo'lib, masalan uchun mashinada ketayotgan bo'lsa, 1 soatdan ortiq mashinada ketdim, o'zi uxlab qoladi o'tirgan joyida. Bunday holatda ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ayrimlar shunchalik darajaga yetadiki, suhbatdoshi bilan gaplashib o'tirgan vaqtda uxlab qolishi mumkin. Uyqu tortadi. Chunki miya dam olmagan, yo'lda kislorodni golodaniya bo'lib turibdi, nafas yo'llarida muammo bor va shuning uchun uxlab qolaveradi. Endi xurrak otishda va apnoida nima bo'ladi? Xurrak otishda aytdik, nafas kiradi, nafas yo'llarida nafas olayotgan vaqtda yumshoq to'qimalar tonus pasayadi va u vibratsiya beradi. Vibratsiya natijasida ovoz chiqadi. Xurrak otish mana shu ovoz fenomeni hisoblanadi. Apnoe nima? Apnoe bu nafas olayotgan vaqtda, uyqu vaqti xurrakning cho'qqisida mushaklar tonusini birdan tashlab yuboradi va nafas yo'li tiqilib qoladi. Yumshoq tanglayiq hisobiga, hiqildoq usti tog'ayiq hisobiga yoki til hisobiga yoki umuman halqumning yon devori hisobiga birdan qisqarish hisobiga nafas yo'llari bekilib qoladi va umuman kislorod o'tmay qoladi. Bu bir kunda misol uchun 15 martadan 50 marta yoki 60 martagacha ham kuzatilishi mumkin ayrim bemorlarda, og'ir stadiyalarida. Endi bu nima bilan xavfli? Endi tasavvur qiling, sizni miyangiz uxlayman, endi dam olaman deb uyquga ketdi. Birdaniga nafas tiqilib qoldi. Nafas tiqilib qolgandan keyin miyaga signal ketdi. Davay uyg'on, o'lib qoladi deyapti. Birdaniga stress gormonlari ajraladi, adrenalin ajraladi, qon tomirlar to'rayadi, yurak ishlab ketadi. Qanchadir sekund ichida bo'layotgan gap. Xuddi siz uxlab yotibsiz-ku, masalan, normada xurrak yotmaydigan men uxlab yotibdi-ku, birov uyingizda qattiq baqirsa, qo'rqib uyg'onib ketasiz-ku. Nima bo'lyapti degan stress, xuddi shunaqa holat bo'ladi ularda ichkarida. Ya'ni birdaniga stress gormonlari, adrenalin ajraladi, yurak urib ketadi, qon bosimi oshib ketadi, saturatsiya, ya'ni qondagi kislorod miqdori kamayib ketadi va organizmga juda katta stress bo'ladi. Bu miya uchun bir necha marta qaytariladi kun davomida. Bu organizmni tez qarishiga olib keladi, miyani tez qarishiga olib keladi. Va bemorda men aytgan narsa yuqoridagi shikoyatlar bilan birga tunda uyquda infarkt, insult olish ehtimolligini 2 barobar ko'paytiriladi. Agar siz erkak kishi bo'lsangiz, yoshingiz 35-40 yoshda bo'lsa va televizor ko'rib uxlab qolayotgan bo'lsangiz yoki passajir bo'lib ketayotganda uxlab qolayotgan bo'lsangiz yoki qattiq ovoz bilan xurrak otsangiz va xurrak otish vaqtida nafasingiz to'xtab qolayotgan bo'lsa, o'zingizda holsiz lanj his qilsangiz, ish qobiliyatingiz pasaygan bo'lsa, раздражительный his qilayotgan bo'lsangiz va burundan yaxshi nafas olmasangiz yoki burundan yaxshi nafas olish bilan ham bo'lishi mumkin. Скорее всего, sizda mana shu muammo bor. Ya'ni xurrak otishda apnoe muammosi bor.
Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, bu kutib o'tiradigan narsa emas, bu tezlik bilan harakat qilinadigan narsa hisoblanadi. Bu harakatingiz nimadan iborat bo'ladi? Bu harakat bu tezroq konsultatsiyaga kelish kerak va sizda shu xurrak otish va apnoega sabab bo'ladigan sabablarni aniqlash kerak bo'ladi. Bunda bir necha tekshirishlar amalga oshiriladi. Bu tekshirishlarni biz qilamiz va davolanadi. Davolashlar har xil, juda ham turli-tuman davolashlar bor. To'g'ri hayot kechirish, to'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish bilan birga CPAP terapiya deydi. Ya'ni apparatlar yordamida kechqurungi kislorodni majburlab, havoni majburlab yetkazish, ya'ni maxsus apparatlar taqib yotadi va buning natijasida juda ham yaxshi nafas olib, mazza qilib uxlash mumkin. Va oxirgi yana yo'llardan biri xirurgik davolash yo'llari bor. Bu haqida hali keyingi videolarimizda to'liq to'xtalib o'tamiz va bu xirurgik davolash orqali ham xurrak otishda va xurrak otishdagi apnoidan albatta qutulishingiz mumkin. Agar sizda va yaqinlaringizda shunaqa muammo bo'lsa, bee'tibor bo'lmay, albatta tekshiruvga keling, ko'rib, tekshirib sizga albatta yordam beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.